Assalamu alaikum. Tordaşlar, yaxşımısınızlar? Bugün ben Oslo'da bizningki Nuriye parlamentinin aldı. Uyghur erki qirg'inchilik uchrayotdi. Erki qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb chiqdi. Men bir o'yg'ang'uchi, o'ygandim, tushundim, to'nidim, oldiga qarab menyapman. Do'stlarimiz bilan tang bir-birimizga madad berib menyapmiz. Nişansız davanın neticesiz ekanligini 72 yıl bu jarayonda hamma narsa isbotlanib qo'ygan. Uyg'ur o'zi o'yganmasa, siyoset bizga tayyor bo'lmaydi. Biz o'zimiz siyosatni yaratamiz. Chunki midrash jarayonida jihyalar bilan munosabat o'rnatdik, yordamga erishdik, iqtisodiy yordam emas. Pul hech nimani hal qilolmaydi ba'zan yerlarga kelganda. Hamma millat sizga pul jihatdan yordam qilishni o'ylamaydi, siyosatdan yordam qilishni o'ylaydi ekan. Ma'lum bir narsalarni nishonlagan holda mangsiz yo'llar ochiladi ekan. Güçürüp oltasak emas. O'ylab yiqing, har qatimda bir ishlar bo'ladi, o'yinlarni o'tirg'i chiqadi. Bu o'yinlar ma'lum bir ishlarni yepish uchun maqsad qilingan o'yinlar. Agar ahvolimiz joyida bo'lsa, savol qo'ypaqsak bo'ldi. Nishonsiz da'voninki 4 yiliga men aralashdim. Lekin men mush 4 yil jarayonida jiq narsani o'qidim, tushundim, angladim, ko'rib, ashuning ichiga izlanib yuryapmiz. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchirgan millat asli yig'lab, manqisni qitib yurmaydi. Erkiy qirg'inchilik uchirdik. Buning sababi ziminning egasi bo'lganligimiz uchun biz ziminimizni ega chiqsak, anandagi ma ish oyoqlashidi deyishimiz kerakmi yoki Xitoy bizni urdi, Xitoy bizni bosqinchilik qildi, Xitoy oq qildi, ko'k qildi deb yolg'ondan neylik guvochilar, yolg'ondan neylik Xitoy soqchilari chiqdi. Men 2018 mush namoyishga qatnashgan vaqtimda bir namoyishninki arsiga qisqinib kirgan bir Xitoylar varken o bu deb aş o'yinlarni tushunmagandim. Keyin tushundim. U Xitoylarning atroflarida yurgan bir Xitoylar ekan. Agar ahvolimiz joyida bo'lsa, bizni non yegan bo'lgandan keyin o'ylash baqsaq, kallamizdan biroz o'tkazib baqsaq, mush aldamchiliklarning nima sababdan bo'layotganligini, yolg'on sotlarning nima uchun barpo bo'layotganligi, lekin buning natijasiz ekanligini bilardik. Natijasiz ishlarga aralashmayli. Xalqaro sotga men naiti bosh ustimda yordamda bo'laman deb o'ylayman, ham qo'llab kelyapman. Men aqlimni ishlatib ish qilgan odam. Haq so'zlaganning hammasi fitnachi hisoblanadi. Nima uchun? Rost so'zlaymiz, voy musulmonlik, voy islomlik, aqli ko'rtiramiz. Nima uchun yolg'on so'zlaymiz degan kelgan javob topolmaymiz. Fitnachi hisoblanamiz. Yolg'on so'zlagan fitnachi bo'lmaydi. Yolg'on so'zlagan haq tarafda turganlar fitnachi bo'ladi. Siz muşlar sualga cevap izlep ha? Nima uchun til? Hammadan tildan qo'rqadi, lekin men tildan qo'rqmayman. Pishib ketdim desam, bu dapshaq bo'lib ketdim bu jihatda. Nimishqa? Haq yo'lda tursam, men Xudoning oldida yuzim yo'riq bo'ldi deb kurash qilyapman. Millatim uchun tirishib qilyapman. Birimiz dada deb chiqdik, birimiz apa deb chiqdik. Dadimiz apamiz uchun chiqqan bo'lsak, yana shu tuproq uchun ma'lum bir nuqtalarni kesishalaymiz. Tug'liqmi chiqdi? Tirishyotdi. Ko'ryapmiz. Har xil jidallar o'tirib chiqyapti. Nima sababdan? Hammamizga ayon. Lekin qonun yo'l bilan hal qilish tarafdoriman. Har qanday qishloqqa kelganda. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayapti. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimini uchun tik turdi, zimini uchun qon to'kishga, badal to'lashga tayyor turish kerak. Rahmat sizlarga.